Hurmatli kuzatuvchilar, bugun insultdan keyingi davrda parvarishlash haqida bo'ladi suhbatimiz. Insultdan keyingi parvarishda bir necha davrga bo'lishimiz mumkin. Masalan, erta davr, ya'ni klinikadagi davr yoki bu klinik nuqtai nazardan olganda insultning o'tkir davri hisoblanadi. Bu davrda bemorda qat'iy yotoq rejimi, aktiv harakatlar qilish mumkin bo'lmaydi. Yotoq holatda bo'ladi bemor va kerakli tibbiy muolajalar, ya'ni dori-darmonlar o'tkazishni talab etadi. Bu klinikada bo'ladigan davr 1 haftadan 3 haftagacha davom etishi mumkin va bemorning holati stabillasha boshlagandan keyin keyingi davo muolajalari va reabilitatsion choralarni davom ettirish maqsadida bemor shifoxonadan chiqariladi. Endi keyingi davr bu erta tiklanish davri deyiladi. Bu 1 oydan 3 oygacha davom etishi mumkin. Bu muddatda bemorda uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa, maxsus davolovchi gimnastik mashqlar, agar bemor yotoq holatda bo'ladigan bo'lsa, yotoq yaralar paydo bo'lishini oldini olish uchun maxsus chora-tadbirlar qilinishi zarur bo'ladi. Bundan tashqari shifokor tomonidan tavsiya qilingan dori-darmon vositalarini qabul qilish, qon bosimini qat'iy nazorat qilish va shu bilan birgalikda bemorda qayta insult holati kuzatilmasligi uchun berilgan tavsiyalarni albatta bemor yaqinlari tomonidan amalga oshirish. Bularga mana yuqorida aytib o'tganimizdek, albatta qon bosimi oshadigan bemorlarda qon bosimida doimiy nazorat qilish va tavsiya etilgan dori-darmonlarni vaqtida qabul qilish. Shu bilan birgalikda bemorda qo'shimcha asoratlar kuzatilmasligini oldini olish maqsadida, masalan, ba'zi hollarda insultdan keyin bemorda qo'l oyoqda harakat buziladi bir tomonidan. Yoki chap tomonlama qo'l oyoqda harakati yo'qolishi yoki kuchsiz yo'qolishi yoki o'ng tomonlama qo'l oyoqda harakati buzilishi yoki kuchsiz yo'qolishi kuzatiladi. Bunda o'sha erta tiklanish davrida agar shu yo'qotilgan funksiyalarni reabilitatsion choralar bilan shug'ullanilmasa, bu demak qaytmas jarayonlarga aylanishi mumkin. Ya'ni qo'l oyoqdagi harakat keyinchalik to'liq tiklanmaydigan holatga olib borib qo'yishi mumkin. Shuning uchun shu insult o'tkazgan bemorlar uchun maxsus davolovchi gimnastik mashqlar ishlab chiqilgan. Qo'l oyoq uchun maxsus mashqlar va maxsus apparatlar mavjud. Shu apparatlardan foydalangan holatda reabilitatsion choralarni o'tkazish kerak.